Assalomu alaykum, hurmatli omladoshlari. Sizlarga bilmaydi, atmosferani bir ilingim keldi sizlarga. Qo'ylar mana, qaranglar. Archalarni qaranglar. Eslasaring, ko'rsaring videolarni ko'rsaring, aytishadi. Toshkentda mana shu archa $15,000, $10,000 deyishadi. Barchalar shunday turibdi shu archalar. Qimmat archalar bilamiz. Qaranglar, boshqa bo'lakchada qaranglar. Shu hamma shundan shu. Har xilda. Mashalloh yozib qo'ylar kommentariyaga qaranglar. Boshqa atmosfera dahshat. Sizlar bilan bo'lishim kerak to'g'risi. Qaranglar. Ishim. Qaranglar, ishim boshqada, atmosfera boshqa. Bunaqa archalar qancha? Son mingta. Milliard archa bitta. Qaranglar. Ketgan tipozor. Qaranglar. Asal tipozorlar. Ketib qarang. Topilar chiqib yuribman. Maza qilyapman. Ama şu tuş gibi yong'in bo'lsa, yaxshi bo'lsa kerak. Qaranglar, balaning qaranglar. Nabiyam, qasam qiladi. Shunda shunday qiladi. Shunday qiladi. Ay, tomoq qayn. Ular yaqinlashaman. Qayında şu Sovet mahalda o'rmonchilik bo'lgan mahalda ikki kishi bor. Kolxoz mahalda. O'rmonda to'xtab. Ikkinchi qayda mashka. Bo'lakcha turibdi. Mana yana. Qayda bu ekanmi? Bu ikkimaga marta bu. Nimaga bu? Tikka ketgan. Ve qaranglar, o'sha havas qilaman. Bitta itvoyning tayini qaranglar, qalin. Yurib bo'lmaydigan joylar, oralari. Vaqti bo'lsa qo'llab-quvvatlab qaranglar. Qirg'izistonda Oqqayin degan joy ekan. O'zim ham birinchi marta kelib turibman bu yerlarga. Xohlasa inshaalloh. Qaranglar. Природа dahshat. Atmosfera mashhur klass. Tog'. Tog'ga ham eshitib yaqinlashtiramiz sizlar uchun. Hozir video pauza qilib videoni nayat tomonda oqqayinlar ko'rsataman sizlarga. Mana shu sizlarga aytgan bu tomonga o'tdim. Oqqayin. Shularni Sirmahalda qo'lga kelib chiqqan ekan bu tomon. Mana hozirlarga video qilgan joyim. Qaranglar ketgan. Dalshi. Bu o'sha Oqqayin. Atmosfera bo'lakcha. Yaqiniga borib ko'rsataylik sizlarga. Yozda. Tikka ketgan bo'lar. Shu atmosfera dahshat. Shuncha videoga like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yishlaring. Yana bir damoga borganimizda yana qiziq videolar qo'yib yuboramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.